G'iybatning davosi birinchisi Allohga taqvo qilish azizlar. Allohdan qo'rqish. Siz g'iybat qilayotgan banda Allohning huzurida maqomi qanaqaligini bilmaysiz. Masalan, siz sevgan odamni g'iybat qilishlik sizga og'irroq tegadi. Sizni agar hozir birortasi aytsaki farzandingiz haqida yomon gaplarni, g'iybatlarni gapirganini eshitib qolsangiz qabul qila olmaysiz. Lekin bandani biz g'iybat qilayotganda o'sha banda Allohning nazdida maqomi qanaqaligini, u Allohning suyukli bandasidan ekanmi yoki yo'qmi biz buni bilmaymiz. Shuning uchun ham taqvo qilishlikka o'tgan odamda boshqani g'iybat qilishlikdan o'zini saqlaydi. Va eng asosiysi odam debdilar g'iybatdan saqlanishlik uchun o'z ayblari bilan mashg'ul bo'lsin. Doim shuni o'zimga o'zim aytaman.